Jinsiy hayot mavzusi bizning mentalitetimizga uyat sanalganligi sabab varakatsizlik deymiz yoki moyaklardagi boshqa muammolar, gormonal buzilishlar sababli onanizm bilan shug'ullangan yoshlar erta to'ydan keyin qo'shila olmasligi mumkinligi, tez bo'shanib qo'yishligi yoki kelinni yaqinlari, yangalar, qarindoshlar ham demak qarab turishadi, ya'ni birinchi kechada qani nima bo'ldi? Bugungi videomizda sizlar bilan uylanmagan yoshlarimiz birinchi kechada yo'l qo'yadigan 5 ta eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Jinsiy hayot mavzusi bizning mentalitetimizga uyat sanalganligi sababli, alohida darslik yoki fan o'tilmaganligi sababli ham ko'pchilik yoshlarimizda savollari demak ochiq qoladi, savollarga javob topisha olmaydi va keyinchalik oila qurgandan keyin ko'pchilik muammolarga, hattoki oilalarni buzilib ketishiga ham olib keladi. Aynan mana shunday xatolar sizning hayotingizda ham bo'lmasligi sababli ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Biz o'ylaymizki, bugungi videomiz albatta sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, birinchi xato tekshiruvlarsiz uylanish. Biz bilamizki, ko'pchilik yoshlarimiz uylanguncha shahvatini tiya olmasdan yoki begona ayollarga borib qo'yishi yoki onanizm, ya'ni beshkabir odati bilan shug'ullanib qo'yish yoki ikkalasini ham qilish. Bundan tashqari, uylanguncha har xil sovuq joylarda ishlashi natijasida jinsiy a'zolarda, siydik yo'llarda shamollash kasalliklarini bo'lishi yoki bundan tashqari o'sha varakatsizlik deymiz yoki moyaklardagi boshqa muammolar, gormonal buzilishlar sababli demak uylanib keyinchalik oilasini buzilib ketishi, farzand ko'ra olmaslik yoki boshqa jinsiy hayot bilan bog'liq muammolarga juda ham ko'plab uchrashadi. Shu sababli ham albatta tekshiruvlardan o'tib, har tomonlama o'zini sog'lomligiga ishonch hosil qilgandan keyin uylanishni tavsiya qilamiz. Shu o'rinda shuni eslatib o'tishim kerak. Bizda to'ydan oldin qilinishi kerak bo'lgan barcha tekshiruvlar ro'yxati mavjud. Bu tekshiruvlar ro'yxatini Telegram kanalimda joylab qo'yaman. Siz pastda opisaniyada Telegram kanaliga o'tib, barcha tekshiruvlar ro'yxatini olib, o'zingizni tekshirtirib, sog'lom holatda uylanishingiz mumkin. Bundan tashqari, onanizm, ya'ni beshkabir odati bilan yillar davomida shug'ullanib, hech qanday tekshiruvlarsiz uylanib, to'ydan keyin juda ham ko'plab muammolarga uchragan yoshlarimiz ham ko'p. Ya'ni onanizm, ya'ni beshkabir odati nima asoratlar beradi? Jinsiy quvvatni pasaytirib tashlaydi, tez bo'shanadigan holatga olib kelib qo'yadi va bundan tashqari boshqa muammolarga ham sababchi bo'ladi. Shu sababli ham bu muammolar bilan yurgan yoshlarimiz albatta tekshiruvlarsiz uylanishi tavsiya qilinmaydi. Mana yaqinda bizga uylangandan keyin aloqa qila olmagan ukamiz murojaat qilib keldi. Suhbat jarayonida aytayaptiki, 10 yillar davomida onanizm bilan shug'ullangan va uylangandan keyin ayoli bilan qo'shila olmagan. Qo'shila olmaganligini sababi demak bu ukamizda juda ham ko'plab qo'rquvlar bo'lgan. Ya'ni bilgan o'zida shahvat bilan bog'liq muammolar borligini, yaxshi jinsiy a'zo qo'zg'almasligini, tez bo'shanib qo'yishligini va internetdan har xil videolarni ko'rgan va qo'rquvi ko'paygan. Ya'ni videolarda demak onanizm bilan shug'ullangan yoshlar erta to'ydan keyin qo'shila olmasligi mumkinligi, tez bo'shanib qo'yishligi, bundan boshqa muammolar bo'lishligi mumkinligini videolarni ko'rgan, lekin hech qanaqangi mutaxassisga borib, tekshiruvlardan o'tib, mana shu asoratlarni davolashga harakat qilmagan. Mana muammo. Agar shu ukamiz to'ydan oldin murojaat qilib, o'zidagi bor muammolarni bartaraf qilib, undan keyin uylanganda, demak, mana shunday muammolarni oldi olingan bo'lardi. Shu sababli ham hech qanday tekshiruvlarsiz uylanish tavsiya qilinmaydi. Sizda begona ayollarga bormagansiz, qo'lingiz bilan, ya'ni onanizm bilan ham shug'ullanmagansiz. Shunday bo'lsa ham sizda bir varakatsizlik bormi, yo'qmi, urug'laringiz foizi joyidami, yo'qmi bilib qo'yib, undan keyin uylanadigan bo'lsangiz, demak, sizda mana shunday muammolarni oldi olingan bo'ladi. Ikkinchi xato, bizda urf bo'lib qolgan, juda ham ko'plab yoshlarimiz qiynaladigan bu xato, birinchi kechada albatta aloqa bo'lish kerak, ya'ni jinsiy aloqa bo'lish shart degan xato hisoblanadi.
Ko'pchilik yoshlarimiz birinchi kechada albatta men jinsiy aloqa qilishim kerak, bo'lmasa bo'lmaydi yoki kelinni yaqinlari, yangalar, qarindoshlar ham demak qarab turishadi, ya'ni birinchi kechada qani nima bo'ldi so'rashadi, nima bo'ldi, bo'ldimi, bo'lmadimi va hokazo. Demak, tashvish ko'pchilik yoshlarimizga katta bosim beradi. Yosh kelin-kuyov uchun har bir yangilik bu stress hisoblanadi. Ya'ni kelin endi keldi bu uyga, kuyov hali birinchi marta uylanyapti, baribir hayajon bo'ladi. Shu sababli ertak ikkinchi kecha, 10-chi kecha, bir oydan keyingi kechalarni eslamasligi mumkin, lekin birinchi kechani kelin ham, kuyov ham hayajon bilan doim eslab yuradi. Shu sababli aynan birinchi kechaga mana shu hayajonni bosib olish, bir-biriga moslashish kecha hisoblanadi. Xo'p, jinsiy aloqa bo'lsa yaxshi, lekin bo'lmasa ham bu tashvish yoki bir katta tragediya deb qabul qilmaslik kerak. Aynan mana shu narsani bu birinchi kecha bo'lish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi degan tushuncha bilan ko'plab yoshlarimiz birinchi kechada kelinga juda katta qo'rquv hissini paydo qilib qo'yadi yoki jinsiy a'zosiga zarar yetkazib qo'yib, juda ham ko'p qon ketib qolishiga, yirtilib ketishiga jinsiy a'zosini holatlarini albatta kuzatganmiz. Va bu narsa kelindir, kuyovdir bir umrga juda ham katta qo'rquv bo'lib, keyinchalik o'sha qattiq asoratlarga, ya'ni vaginizm degan, ya'ni o'sha jinsiy aloqa qila olmaydigan darajaga qo'rquvlarga sababchi bo'lgan holatlarni ham kuzatganmiz. Uchinchi xato, ko'pchilik uylanmoqchi bo'lgan yoshlarimiz aynan uylanishdan oldin mutaxassislardan emas, jo'ralardan yoki tanish akalardan maslahat olishadi. Albatta akalar yoki jo'ralar o'zini yaqiniga noto'g'ri maslahat bermaydi, lekin ular o'zlaridagi holatdan kelib chiqib sizga maslahat beradi. Agar o'zlaridagi holat to'ydan oldin begona ayollarga borish, onanizm bilan shug'ullanish yoki boshqa muammolar bo'lsa, demak o'zidagi holatdan kelib chiqib sizga maslahat beradi. Lekin to'g'ri maslahat emas. Mutaxassislarchi, mutaxassislar demak bundan oldin yuzlab, minglab bemorlarda ko'rilgan holatlar, tekshiruvlar, xulosalar, davolashdan keyingi holatlardan kelib chiqib, demak sizga to'g'ri tavsiya berishga harakat qilishadi. Noto'g'ri maslahatlar olib, demak qiyin ahvolga tushib qolgan juda ham ko'plab yoshlarimiz bor. Ya'ni bir ukamizga demak jo'rasi maslahat beradi. Agar sen bir kechada 2 marta, 3 marta yotmasang, senda farzand bo'lmasligi mumkin degan maslahatni beradi va bu ukamiz birinchi kecha demak 2 marta, 3 marta aloqa bo'ladi. Ikkinchi kecha, uchinchi, bir hafta, undan keyin sekin-sekin demak aloqalar soni kamayishni boshlaydi. 2 martaga, 1 martaga va demak menga 1 marta bo'lsa farzand bo'lmaydi degan qo'rquv, hayajon bilan umuman aloqa qila olmay qoladi. Shu bemorimiz qabulimizga keldi va holatni aytgandan keyin men kuldim. Ya'ni o'zi aslida farzand bo'lishi uchun bir kechada 2-3 marta emas, hattoki har kecha aloqa qilish ham shart emas. Bir oyda farzand ko'radigan kechalar bor yo'g'i 2-3 kundan 5 kungacha, ya'ni bir oy davomida shunday kechalar borki, o'sha kechalarda kun ora yoki 2 kunda, 3 kunda bir marta aloqa qilishni o'zi yetarli hisoblanadi. Undan keyin va undan oldin bir kechada 5 marta, 10 marta aloqa qilsangiz ham, demak farzand bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ovulyatsiya kunlari degan holat bor. Bu holat bo'yicha ham biz alohida YouTube video tayyorlaganmiz. Shu yerda biz ushbu videoni linkini qoldiramiz. Siz o'tib, albatta ushbu videoni ham ko'rib, o'zingizga kerakli xulosalarni olishingiz mumkin. 4-xato, ya'ni juda ham muhim bo'lgan xatolardan biri bu ilmsiz holatda uylanish. Endi ilmsiz deganda nimani nazarda tutamiz? Ya'ni kitob o'qish yoki bir joyga o'qish emas. Ilmsiz deganda mana shu insonda hayotda har xil holatlar bo'ladi.
har bir yigit qizda bo'ladigan holatlar bor, ya'ni ehtilom, hayz, g'usul qilish, tahorat kabi har bir yoshlarimiz farzi kifoya darajasida, ya'ni o'ziga yetarlicha bilimga ega bo'lishi shart deb bilaman. Chunki bu holatlar har bir yoshlarimizda kuzatiladi uylangandan keyin. Bu holatlarga demak bilmaslik tufayli har xil qiyin vaziyatlarga tushib qolishi mumkin. Shu sababli ustozlardan har bir o'g'il qiz so'rab o'sha ilmlarga ega bo'lishi shart hisoblanadi. Chunki o'sha mana oddiy misol ehtilom, ya'ni yigit kishida bulg'anib qolish holatini to'g'ri tushunmasdan bunaqangi bo'lmaslik kerak, bu yomon holat deb doim o'zini shahvatini qondirib yurgan yoshlarimizni men bilaman. Ya'ni anonizmga o'rganib qolgan. Men eshitgan edim akalarimdan, agar o'sha tunda bo'shanib qo'yish bu zararli hisoblanadi, shu sababli qo'ling bilan chiqarib turishing kerak degan noto'g'ri tushuncha tufayli doim qo'li bilan chiqarib yurgan. Bu albatta xato tushuncha. Uylanmagan yoshlarimizda tunda bo'shanib qo'yish bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni o'sha keyinchalik uylanmagan yoshlarimizda kuzatilishi mumkin bo'lgan zastoyni, ya'ni dimlanishni, prostatitni oldini oladi va uylanishdan oldin sog'lig'ini saqlash uchun ham o'sha bizga berilgan bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Shu sababli har bir yoshlarimiz mana shunday holatlarni ilmini bilishi shart hisoblanadi. Bundan tashqari moliyaviy bilimlar, ya'ni pul ilmini bilish har bir yigit qizlarimizga shart hisoblanadi. Chunki aynan moliyaviy bilimni yetishmasligidan ko'pchilik yoshlarimiz qarzga botib qolishadi yoki yillar, oylar davomida musofirchilikka, har xil joyga ishga ketishadi. Natijada demak biz bilamizki, ayollarimizni erlari vaqtiga kelmaganligi sababli buzilib ketish holatlari yoki begona o'sha yurtlarda yurgan yoshlarimiz ham anonizm bilan shug'ullanib yoki begona ayollarga borib qo'yib har xil kasalliklarni yuqtirib oilalarni buzilib ketishi yoki farzand ko'ra olmaslik kabi ko'plab holatlarni ildizi aynan moliyaviy yetishmovchilik bo'lganligini ham juda ko'p marta kuzatganmiz. Shu sababli yoshlarimiz demak moliyaviy ilmdan xabari bo'lsa, o'zimizni yurtimizda ham normal ko'p miqdorda, o'sha o'ziga yetarli miqdorda demak bemalol pul ishlab topishi mumkin bo'ladi. Musofirchilikka sarson bo'lishi oldi olinadi va er-xotin birgalikda yashab, o'zini ta'minotini qilib, baxtli hayot kechirishi mumkin bo'ladi. 5-chi katta xato qo'rquv va hayajon bilan uylanish. Insonda qachon qo'rquv bo'ladi? Agarda inson uylanguncha ko'plab noto'g'ri ishlarni qilgan bo'lsa, ya'ni anonizm bilan shug'ullangan bo'lsa, yillar davomida yoki begona ayollarga borgan bo'lsa, menda farzand bo'layotganmi yo'qmi? Ayolim bilan yaxshi qo'shila olayotganmanmi yo'qmi? Sharmanda bo'lib qolmaymanmi yo'qmi degan qo'rquvlar mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni agar siz to'ydan oldin mana shunday noto'g'ri ishlarni qilmagan bo'lsangiz, agar qilgan bo'lsangiz ham tekshiruvlardan o'tib, barcha demak muammolarni bartaraf qilib, undan keyin uylanadigan bo'lsangiz, undan keyin sizda ishonch va qo'rquvlardan xalos bo'lib uylanishingiz mumkin. Ko'pchilik yoshlarimiz biz ko'ramizki, hayoli o'sha shahvatini qondirish. Shahvat bilan yurgan odam hech qachon to'g'ri qaror qabul qila olmaydi. Chunki shahvat qo'zg'agan vaqtda aql o'chadi. Shu sababli shahvat bilan qilingan qarorlar ko'pincha bizni boshi berk ko'chaga olib borib qo'yadi. Ya'ni shahvat bilan qaror qabul qilinsa, demak natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. Shu sababli bizning niyatimiz demak buyuk bo'ladigan bo'lsa, Xudo xohlasa bizdan buyuk avlodlar yetishib chiqadi. Mana aziz do'stlar, ko'pchilik uylanmoqchi bo'lgan yoshlarimiz yo'l qo'yadigan 5 ta eng ko'p uchraydigan xatolar haqida aytib berdik. Agarda siz uylanish arafasida bo'lsangiz va
nima qilishni, to'yga tayyorgarlik ko'rishni, nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta bizda to'yga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus dastur bor. Pastdagi telefon raqamlar orqali yoki admin profillar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga to'yga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishga harakat qilamiz. Agarda ushbu videomiz sizga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha